Hayli kun Tilbek menga tarkibida ftoruk bor ichimlik tayyorlab bering. Xo'p bo'ladi. Voy tavba, nima bo'ldi senga? Voy aytsam ishonmaysiz. Nima bo'ldi? Tosh bilan urush qildingmi? Yo'q, har doimday ovqatlar bilan urush qilayotgandim. Go'sht bo'lagi bilan urush qildim. U menga shunday dedi. Sen meni qo'shib yeyilgan sousda shakarli qurolim borligini bilmasding. Va u menga qiroli bilan hujum qildi. Keyin men uni taslim qildim. Hech narsa bo'lmagandek yuraverdim. Keyin men kechqurun baribir shotka bilan pastga keladi deb kutdim. Lekin bilasizmi, ularning hech biri kelmadi va menda qandaydir bakteriya yurganini men bilmagandim. U sousdagi shakardan oziqlandi-da, ustimga ishini bajarib qo'ydi va o'sha joyda kichikroq qovak ochilib qoldi. Voy, emalingni dabdala qilibdi-da. Xuddi shunday. Ertasi kun men shirin pechenye bilan urishdim. Men uni yutdim degan paytim, Endi dabdalang chiqdi. Menda shakar ko'p. deb emalimni bir joyga tiqdi. Bolalarga nima bo'lgan? Buncha shirinlik yemasa. Keyinsa o'sha bakteriya butun oilasini chaqirib oldi. Allo, men zo'r dacha topdim. Ovqatlari ham tekin. Hozir lakacha tashlayman. Xullas ular uchun dachaga aylandim. Endi tasavvur qiling. Ular ko'payishib, hammasi bir joyga ishini qiladigan bo'ldi. Shunda pasta bilan tish shotkasi kelmadimi? Men ularni ancha kutdim. Keyin bakteriyalar qovakni villaga aylantirishdi. Ular juda ko'payib, davlat qurmoqchi bo'lishdi. Ular shunchalik yomonmi? Keyin bir kun latni yong'oqni uchratdim. Qarasam o'zi kichkina. Urinib ham ko'rma, baribir yutaman. Bir dodini berang dedim. Men uni yaxshilab urmoqchi bo'ldim, lekin dabdalam chiqqanini his qildim. Keyin nerv tomirimgacha qovak ochildi. O'zimni juda yomon his qildim, ishon. Keyin nima bo'ldi? Keyin pulga stomatologga bordim. Xullas u meni qandaydir narsa bilan qovakimni to'ldirib qo'ydi. Ha, bu plomba bo'lsa kerak-a? Ha, hammasi yaxshilikka. Endi har kuni pasta bilan shotka tez keladigan Bu bo'ldi. plombang bilan qancha tura olasan? Ha. Hey, hozir shu yerda o'zing bejab qo'yaman. Men hali soat 9da shotka bilan pasta kelgandan keyin kelaman va ahvolingni ko'raman. Aytganimdek hozir Keling, men roziman. Ko'ramiz nima bo'lar ekan.